bugun shu hammada muammo bo'layotgan global tema futbol haqida gaplashamiz. To'g'risi men umuman futbol ko'rmasdim. Umuman shu paytgacha na Ronaldoni, na Messini, umuman hech qaysi futbol ko'rmaganman. Futbol nimaligini tushunmayman. Futbol bitta katta o'yindan yugurib yurishda hisob berdim. Randa. O'zbekiston jamoasi o'zimizdan o'zbeklar o'ynagani bo'lgani uchun shu futbolni Kolumbiya bilan o'ynaganini ham, Portugaliya bilan o'ynaganini ham ko'rdim, qoldirmasdan ko'rdim. Kolumbiya bilan o'ynaganda realno normalniy o'yin bo'ldi-da. Men futbol tushunmayman, yana qaytaraman. Normalniy, как положено futbol bo'ldi. Lekin Portugaliya bilan o'yinni bilmayman mana 3 kundan beri nervim buziladi. Hali o'zimga kela olmayapman. Ana o'rtada turgan hakami, kartochka beradigani. Undan tashqari Ronaldo, mana hamma bor, Ronaldo unaqa, Ronaldo bunaqa deb anaqa qilasalar-yu, mana Ronaldo muxlislari chetdami? Ronaldo aktyor, shantaj-ku. Sal oyog'iga tegib ketsa ham dumalab yiqilib tushyapti, saparib ketyapti, bir nima bo'lyapti. Bundoq qilib sal turib borsa ham dumalab tushyapti. Вообще, ana nechta videoni ko'rgan bo'lsam, Husanov bilan o'sha Abduqodir bilan Abbosni iloji boricha ushashga, iloji boricha anaqa qilishga harakat qilishyapti deb Portugaliyada men ko'rdim. Ana tushunmayman, penalti deydimi, ana to'p tashqariga chiqib ketib, bundoq turganda yugurib kelib Portugaliyaliklar gol urish kerak, bizani varadani oldiga turib olishdi-ku, gol urish kerak. O'shanda ko'rdinglarmi? Abduqodir bilan Abbosni nari o'yinchilar cho'lab olganini. Faqat men ko'rdim. Ya'ni u Ronaldo unaqa shantaj-ku, realni shantaj. Kim Ronaldoni muxlisi? Qolgan o'yinlarda ham shunaqa bo'lganmi? Ko'rganlar bormi? Men ko'rmaganman, yozib ketinglar. Вообще nohaq o'yin bo'ldi. Nohaq bitta gol urdi, o'shani ham olib tashlashdi. Bu golni ham normalniy urgan edi, xato qilmagan edi. Chaldi, bizani bolalarni qancha chalib, qo'li bilan ushab tortib, bizani bolalar becharalar qancha yiqilib, qancha yerda yotdi, lekin bizani bolalar mana shunaqa qilmadi. Mard ekan bizani bolalar. O'sha anaqada 11-sinf bilan 1-sinf, mana 1-sinf bolalarni olib turib, bor 11-sinflar bilan o'qitib berib qo'ymaysizlar. Bu tipa xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Bu Portugaliyada necha marta yutib, ana tilla butsisimi, tilla to'pimi balolari bor. Bu bizanikilar endi kirib kelishyapti. Ana voy chiqolar, balo qilib qo'yishdi, bir nima deb aytganlar-da. Sabr qilinglar, xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Lekin baribirga nohaq o'yin bo'ldi. Oxirida Abduqodir yig'ladi. U yutqizib qo'ygandan yig'lamadi menimcha. U nohaqlik alam qilib ketganidan yig'ladi. Men 3 kundan beri mana shu narsani o'ylab asabim buziladi. Nohaqlik bo'ldi. 100% nohaqlik bo'ldi.